Bilasizmi, sizni ham uyingizda tilla qozon bo'lishi mumkin. Bu rivoyat ana shu haqida. Qadim zamonlarda uzoq bir qishloqda Odil ismli etikdo'z yashardi. Uning uyi sodda, ammo mehr-oqibatga to'la edi. Oilasi doimo tinch, barakali edi. Etikdo'zning otasidan qolgan eski bir qozoni bor edi. Bu qozonda taom hech qachon tugamasdi. Buni ko'rgan qo'shnilar hayron bo'lishardi. Odamlar orasida etikdo'zning uyida qandaydir sir borligi haqida mishmishlar yurardi. Ularning uyidagi eski qozonni odamlar tilla qozon deyishardi. Odilning uyida otasidan qolgan tilla qozoni bor, deyishardi ular. Kunlarning birida qishloqqa tog' tomondan qari bir kampir kirib keldi. Kampir qop-qora kiyingan, tishlari so'yloq, jodugar kampirga o'xshardi. Uning makrli ko'zlari sog' odamni kasal, kasal odamni o'ldirardi. Kampir qishloqni aylanib yurib, etikdo'zni eshigi oldida to'xtadi. "Bu uydan barakani hidi kelyapti. Qani kiraychi?" deb g'udrandi kampir va eshikni taqillatdi. Etikdo'zning ayoli eshikni ochib qarasa, qari bir kampir bukchayib turgandi. "Keling onaxon, mehmonimiz bo'ling", dedi ayol. Kampirni etikdo'z va uning ikki o'g'li shirin so'zlar bilan kutib olishdi. Kampir uyga kirdi-yu, etikdo'zning oilasidagi mehr-muhabbatni, inoqlikni ko'rib, hasadi keldi. Lekin hech kimga bildirmadi. "Oilangiz barakali ekan, buni siri nimada?" so'radi kampir. Etikdo'zning ayoli kulimsirab, "Bizning uyda janjal yo'q. Tilimiz ham, dilimiz ham bir. Qalbimiz pok, yomon niyatimiz yo'q. Birovga yomonlikni ravo ko'rmaymiz. Shuning uchun doimo qozonimiz to'la", dedi ayol kampirga tilla qozonni ko'rsatib. Uy bekasi hammaga ovqat suzdi, lekin qozondagi ovqat ozaymadi. Buni ko'rgan kampir ko'zlariga ishonmadi. U makru hiyla ishlatib, uydagi barakani ketkazishni o'ylab, xayrlashib chiqib ketdi. Ertasi kun kampir ko'chada etikdo'zni katta o'g'lini uchratib qoldi. Katta o'g'il kampirga salom berdi. Shunda kampir: "Sen yaxshi yigit ekansan. Senga bir sirni aytaman. Qishloq chetidagi 1000 yillik daraxt ostiga tilla tangalar ko'milgan. O'shani topsang, oilangga yanada ko'proq baraka olib kelasan", dedi kampir. So'ng kampir kichik o'g'ilni topib, unga ham tilla tangalar haqida aytdi. "Agar sen tilla tangani birinchi bo'lib topsang, oilada eng suyukli farzand bo'lasan", dedi kampir. Shundan so'ng og'a-inilar orasida nizo boshlandi. Har biri tillani birinchi bo'lib topishni xohlardi. Uydagi tinchlik buzilib, urush janjal boshlandi. Mehr-oqibat soviy boshladi. Etikdo'zning ayoli bu janjallardan xafa bo'lib, uy ishlariga qaramay qo'ydi. Oltin qozondagi ovqat kamayib, uydan baraka yo'qoldi. Sirli kampir esa qishloqni kezishda davom etdi. Qadamlari sekin, ko'zlari o'tli edi. Keyingi xonadon etikdo'zni qo'shnisi bo'ldi. Bu uyda bir dehqon xotini bilan yashardi. Ular yoshlikdan bir-birini sevib turmush qurishgan. 1 yil deganda farzandli ham bo'lishgan. Ammo vaqt o'tib, ularning oilasida tinchlik yo'qoldi. Dehqon daladan har kuni g'azab bilan uyga qaytar, ayoli esa eri daladan qaytgach bir talay shikoyatlar tayyorlab turar. Har bir gap tortishuvga aylanib janjal bo'lardi. Qo'shnilar bu uydan chiqadigan baqir-chaqir, idish-tovoq shovqinlaridan bezor bo'lishgandi. Bu uydan baraka qochgandi. Dehqon dalada har qancha zo'r berib ishlamasin, hosil yaxshi bo'lmasdi. Hosil yildan yilga kamayib, qo'ylar sotildi, suvlar qurib qoldi. Bu ahvolni sezgan kampir ularni eshigini qoqdi. Dehqonning ayoli eshikni ochdi.
Kampir xotirjamlik bilan ingichka ovozda: "Hoy yaxshilar, musofir kampirga bir piyola suv beringlar. Biroz nafasimni rostlab olay", dedi kampir. Ayol uni uyga taklif qildi. Sirli kampir uyga kirdi va devorlarga qaradi. Uy ichidagi besaramjonlikni ko'rib: "Qizim, negadir uyingda nur yo'q. Nega ering shuncha mehnat qilib baraka ko'rmaydi bilasanmi?" Bu gapdan ayol yuzini burishtirdi. Ena, erim shunaqa. Har kuni kelib baqiradi. Men sizga nima qildim deyman? Baribir baqirgani baqirgan", dedi ayol o'zini oqlab. "Qizim, erni birovga yomonlash emas, maqtash kerak. Erni obro'sini tushirish emas, ko'tarish kerak. Sen uni tinch qilsang, uyingga tinchlik qaytadi", dedi kampir. Shu payt dehqon daladan qaytdi. Kampir dehqonga qarab: "O'g'lim, sen eng yaxshi urug'ni qurib qolgan yerga sepayotgandeksan. Xotiningni yig'latma. Erkak bog'bon, xotin guldir. Sen gulga zahringni sochsang, u qanday gullaydi?" Bu gaplar dehqonni ham, xotinni ham o'yga toldirdi. Kampir ketishidan oldin ularga 2ta suv to'ldirilgan idish berdi. Birida oddiy suv, ikkinchisida ko'pikli suv edi. "Har kuni ertalab bu idishlardan birida yuzingizni yuvinglar. Ammo yuvishdan oldin bir-biringizga yaxshi so'z aytinglar. So'zlaringiz qancha shirin bo'lsa, uyingizga ham shuncha shirinlik, baraka qaytadi", dedi kampir va ular bilan xayrlashib ko'chaga chiqdi-da: "Ana endi etikdo'zni uyidagi baraka dehqonni uyiga ko'chadi", deb hiringlab kuldi-da qishloqni tark etdi. Kampir ketgach, dehqon va xotini biroz shubhalanib turishdi. Lekin kampirni gapiga amal qilishdi. Har kuni ertalab yuzini yuvishdan avval "Seni yaxshi ko'raman", derdi dehqon. "Xudo seni menga baxt qilib bergan". Shu so'zlar bilan yuzini yuvdilar. Bir necha kundan so'ng oilaga mehr keldi. Kampir aytganidek uyga baraka kirdi. Qurib qolgan suvlar oqa boshladi. Qo'ylar ko'paydi. Qo'shnilar hayron edi. Buni ko'rgan etikdo'z oilasini bir joyga yig'di va kampirni makrini fosh qilib o'g'illariga dedi: "Tilla topaman deb mehr oqibatni yo'qotdilaring. Janjalli uyda baraka bo'lmaydi. Bir-biringizni kechiring va yana do'st bo'ling", dedi ota. Og'a-ini bir-biridan uzr so'radi. Oila yana birlashdi. Shundan so'ng oltin qozon yana to'lib, uyga baraka qaytdi va nihoyat ikki qo'shnining uyiga baraka yog'ildi. Kampir esa allaqachon qishloqdan ketgandi. Uni kimligini hech kim bilmasdi. Janjalli uydan baraka qochadi, mehr qochadi. Bir og'iz shirin so'z ko'pincha 1 kilo tilladan afzaldir. Qalblar suv bilan emas, shirin so'z bilan yuviladi. Qalbingiz tilla bo'lsa, hayotingiz oltin bo'ladi. Tilla qalb uyingizga baraka olib keladi. Mehr, muhabbat, kechirim, birdamlik bor uyga Allohning barakasi yog'iladi. Rivoyat yoqqan bo'lsa like bosib, izohga inshaalloh deb yozib qo'ying. Obuna bo'lishni unutmang.